Salam, ekran aldidagi ko'rman do'stlar. Naq maydondagi ustozlar, shundaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda huzuringlarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish chekti sherikti birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 7-qaror Vojun Yipak yo'li sadosi. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Xinjiang Vojun so'z chekti sherikti programmamizning tajdorligini oldi. Programmamizni Xinjiang miras sherikti alohida talab qildi. Programmamiz bilan Xinjiang Kamal so'z chekti sherikti strategik hamkorlashdi. Programmamizni Xinjiang boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat sherikti alohida qo'lladi. Xinjiang Ramnidar xalqaro so'z chekti sherikti programmamizga yaqindan yordam berdi. Navbatda maydonga chiqadigan mayirimiz 9-numurlik mayirni sahnaga taklif qilamiz. Sahnaga chiqish oldi turibsizlar, hozirgi bir hissiyotinglarni anglab boqqan bo'lsak. Hissiyot shunday yaxshi. Qolgan do'stlaringlarga, sabtashlaringlarga deydigan qanday yurak so'zlaringlar bor? Bizlar qolgan bolalarning orasidan Guanjun chiqsa qo'shilamiz. Bo'ldi hamsa, biz sizlarni orqa sahnada saqlaymiz, xayrat qilinglar. Jayo. Yaxshimizlar do'stlar, men Shafqat Erkin Taqalsumrangsiz. Yaxshimizlar do'stlar, mening ismim G'olib G'ani Taqalsumriyal. Men Xotandan keldim. Men Asso'sh Turpandim. Men necha yil burun Yipak yo'l sadosida yiqilgandim, yana bir qo'pay deb. Yana aslayım yeni kimni oyladım yani nimni yo'qotgan mıyım nasının börünü qaytqizg'um bu asligini meni kuni kunlarda amrat rasmi u kunlarning o'tkini mutasting kashta o'rladi so'g'uq shamolda paqina mong'anim amal yana aslayım yeni kimni oyladım yani nimni yo'qotgan mıyım nasının börünü qaytqizg'um bu asligini meni kuni kunlarda amrat rasmi u kunlarning o'tkini mutasting kashta o'rladi so'g'uq shamolda paqina mong'anim amal Xetim ko'rib olay iliq chirayimni Udul ketdim demidim bir qaray kunlarni sanab bir ko'rib olay Dertlerim, gamlarım, tamlarım esimden çıkmaz Sen her vakt kempit, her vakt tatlık dep oylaydım bir vakt Gözümü görüklik, men ığlık, menin güzel saatim Kepinekläp, moldan puçuplap, molap kalıp düşken kardak Hey, what's up? What's up, Francis? Hey, hey, hey! Akılda yak desen yakkı güzelse sevgimizge çörüp olup bak Sen şu benim kolumdaki güzel perizat değil Men hiç aldırma sana sözüm bak Kel güzellik kel yenimge kel Benim yenimge gelsen hemen nese tel Ayımayma sen dile hiç deminim Benim yenimde fakatla sen Hey yarım gül yare Yüreğimde bir tane Uzluğunga gözdeymiş
kaldı men işkanda dette şuna mening ötkem yok faqatlichak Rap bu bana seni cevabını dep Yaki bana güzeldi yeni bir tepe Birime gözlerimde men ba meni gözlerimde Oxşaşla sen bara sen meni red kılma Çünkü yanında menek biri Bana rap pa 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 oynayla biz Bugün oyunu fakat koymayla biz Rap pa 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 oynayla biz Göremezse sorununa bamayla biz Rap pa 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 Könlümde orbama Gözlerim sana teşna Könlümde sen yandırma Ey yarım gül yare Yüreğimde bir tane Uzluğumda göz değmişsin dillaram dildare Ey yarım gül yare Yüreğimde bir tane Uzluğumda göz değmişsin dillaram Hey yarım gül yare Yüreğimde bir tane Uzluğumda göz değmişsin dillaramın dildare Hey yarım gül yare Yüreğimde bir tane Uzluğumda göz değmişsin dillaramın dildare Rayonimiz Karxan sahasida oldin qator turadigan Xinjiang Ochun Solcha sherikti. Ochun xortamlik gazliq ichimligi mayirlarga omad tilaydi. Yaxshimisizlar ustozlar, yaxshimisizlar. Do'stlar, biz rang yarab ko'ribsiz. Men rangsiz Shafqat Erkin. Yaxshimizlar ustozlar, ko'pchilik. Men ismim G'olib. Aqso'sh Turpandan taqalsum real biz rang ko'ribsiz. Wow. Rangsizlik siz ne deyip ranglik olapsızda hem de Şapkat'ta. Hazır neyim kesip bilen şug'ullanasizlar? Ticaretçi hazır. Hammamiz tijoratchi bo'lib ketdik. Bularni hozir butun Shinjonglik yoshlarning hammasi tunaydi. Bizni tunimaydi, mushlar tunaydi emasmi? Feyzi. Xo'sh. Şapkat ne biz yaxshi bilamiz. Şu rayonimizda alqış yaxshi. Yaqindan devletimizning cho'ng programmalarida mı bizning shu rayonimizdan baqa rapchi bolalar xili Yaxshi. Izchil turdi shunda bo'tida. Meni o'g'lim to'liq rap qiziqdi, hozir men rapchi qilib tarbiyalash qaroriga keldim hozir. Nima demak shunda olgan? Yo'q, boshqa gapirmayman, o'shandan ko'nglimda gap dedim. Talashish boshqacha emas. Bizning shu rayonimizda shunda yosh bolalar chiqaroq chiqsa biz qo'llaymiz demoqchi adam. Feyzi. Men rapchi bo'lib ketaymi deyman. Ikkimiz gapchi bo'lib tursak ular ekan. Fransiz. Men rapchi bo'lib ketaymi deyman. Sen meni ko'rapman kel demoqchi-ku sen hozir. Ma rap qo'y, menga tushadigan usulliq bir xil. Katta talishni boshlab bo'ladimi? Ha, boshlab bo'linglar. Bularga sen gap qilamdi. Men tunayman bu rangsiz degan fikrni. Lekin men aytganni bilgan anglab boqishim. Ancha-muncha to'yingda hozir uchrab turdi-ku bu bolalarning. Abay makamil fikrim degandek memleketimizning ichidami shu misha Bağan Uyghur balalar bo'lsin, boshqa millatdan bo'lsin, natijasi yaxshi bo'lyapti. Shunga sizlarning bu hamda mushtaq mamlakatga sirtqa texmo bir natijalik bo'lsa deb o'ylaymiz biz. Shunga 5 yilimiz o'rilibdi. Qag'inni o'zingiz qarab hamda. Usul. Xo'sh. Odila bunday demaydi. Men birlig'izga qilma, azmonglar. Yetarli. O'zinglar. Lekin Gonçal Musoba Juma Odilaning guruhida. Hechnim bo'lmaydi. Hammasi o'zining o'zligi bilan, mahorati bilan, o'zining aloyligi bilan turdi mening mayli. Ha, unda bo'lsa. Hozir menda qarashapti. Hech kimga o'xshamaydi. Bizning hozir uchaylarning soni to'shaqliq degina, balkim xabaring bormi yo'qmi? Hozir Polatkan bilan Zoirning soni to'shaqliq emas. Hozir mening samimiy nimamda. Polatkamnikidimi rapchi balla bor. Adilanikidimi bor. Hozir Zoir uchimizniki yo'q hamda. San qulaylik yeri bizni tanlaymiz desang, pikiga tushsa. Ammo Zoir do'stimni tanlasan, hozir pikimi yo'q. Manda bo'lsa hamda. Bular pikdan qo'rqib qolgancha rayamiz. Yanmaydi. Pikdan qo'rqib, manda bir guruhga kirsim, keyin tushyapsiz bo'ladi. Pikdan qo'rqib, ma'lum bir bexatar rayonda Anchon balbag'damda rohat balbag kirib ishini tutib o'ylab olgan. kelegdik, ko'ngilda o'ylaqliq ular. Aha. Ma gapning vazini ig'ir turgan Polatkan bir xil. Biz jim tursaqlarda shu sal vazini ig'ir chiqib qoldi ma gapning. Sizlar to'rtanglik oqshom meni o'ylab keldimi bularda? Ammo bek peyza, bir xil degandilar. Nada? Xotandan. Xotandan a? Voy buni. Ya menmi yerim xotanlik bo'lib qoldim Juma. Asas seni qo'shib ekansan. Tunigan g'oljilik degan Juma. Ha, to'g'ri, xotan yo'qol bo'ldi. Xotan yo'qol emasmi? Ha? Nima bo'ladi? Sho'nglashqa deydigan ham
Hem küçük olsam ahırda bir kız gelip koy. Ya birinchisi başlandı ha mana va bu gapga. Ramlidar Xalqaro Savdo-Cheklik şirketimiz rivayet grubumuz seni kızgın karşı aladı. Ama bütün gücümüz bilen, bütün vücudumuz bilen, bütün yürükümüz bilen İpek Yolu programımızı arkalık mana riştimiz bağlandı desek buludu. Ondan keyinki yollarda kolumuzdan kelişçe hayatımızdan ahirgacha çokum kolumuzni çın tutuşup yürükümüzden ahirgacha bilim manalayımız dep men kepillik qilib hemişeyde. Yaza kepilnamangni. Ya bo'ldi. Yigitning so'zi qasam dedi. Şunaqa ish ustoznikida rap gruppasida odam borki, asli men Adile muallim talab Gansamosan Shalvitay deb o'ylagan edim. Ularla ki oynaymiz biz Bizning Gansamosani addiy chaqlab qapsizlar. Hech bo'lmaydi, baribir tushsizlar pekiga. Gansamosas va Polatkamni ko'rib kim qo'ppapti. Ishimg'ani Gansamosadan men bor. Ransiz, yanma. Shu. Yanma. Mayli kebab yang, mayli xogo yang, mayli mayli qiza yang. Vojon g'ortamlik gazliq suyi. Bir yilning har faslida bahuzur iste'mol qilsangiz, ixtiyorsiz vojonni deb qolasiz. Vojon g'ortamlik gazliq suyi. Bo'ldi, Zoir kam tanlaymiz. İpek yolu sadasın, suygunun yok çigrasın, kuş havazla seydasın. İpek yolu sadasın, İpek yolu sadasın, suygunun yok çigrasın, kuş havazla seydasın. İpek yolu. Az ko'rmanlar, Zoir Abdumid ustozning Ramlidar rivoyat guruhining mayir sanimi 10 nafar yetdi. Lekin Zoir ustoz davomli o'zi mayil bo'lgan mayillarga o'rnak aylantirsa bo'laverdi. Unda bo'lsa, musobaqamiz davomlasin. Zoir Abdumid ustoz Ramlidar rivoyat guruhidan İlyar Nuri, Ershad Jura, Aliyar Baxtiyar, İlham Mamtuman, Merdan Turg'un, Mehrigul Sami, Rizvangul Qurban, Umidjon Qurban, Dilmurod Talat, Rang rap gruppasidan Shafqat Erkin g'olib qani. İpek yolu sadası. Növbətdə səhnəyə çıxmaqçı bolğan mayirimizin numeri 194. Yao Joe S. Qani səhnəmizə mərhəmət. Mübarək bulsun Fərida, mərhəmət. Aldı bilan İpek Yolu Sadası programımızga mahir bo'lib tanlanganligingizni qizg'in tabriklayman. Hozirgi hissiyotingizni bir anglab baqsam. Hozir shunchalik hayajon ichida. Tayyorligingiz puxtimi? Puxta. Omad yer bo'lsin, oq sahnani saqlaymiz. Xayrat qiling. Marhamat. Salam ekranlardagi do'stlar, men Birtala shahridan kelgan mayir Farida Nurdon. San'atga bo'lgan o'tdek ishtiyoqim bilan İpek Yolu Sadasiga qatnashish uchun keldim. Birinchi qaror İpek Yolu Sadasi programmamiz qo'yilgan vaqtda men 20 yosh edim. Shu chog'larda İpek Yolu Sadasi qatnashish ideyasi menda tug'ilgan.
Meyzenge çıkıp sen yer tüvenge kara yer tüvenge Asmanımda ay bulup timi alemni tenkesen timi alemni tenkesen Piyalemde çay bulup levlerimni kıydırsam levlerimni kıydırsam Vay levlerimni kıydırsam Oyunumuzda serkertilik rol oynayotgan Miras çekiliş şirketi Mahirlarga Ahmet tilaydi. Ya da sen turib ketsan o zerke pırxil. Ye. Qarasın zerikdi de men Mirasning latiyalarini aytdim. Ya, mana doying veshi xo'g'o bu. Bu bek payzi, qara, cho'ng kichik ishki qolib chiqdi, tetib baqa shunda oqsa. Men Miras latiyani biz naqsh yetib zeriksam yevatimiz hozir. Men ochiq ekan bu ham. Pishgunlik ekan. Payzi kapdimi bu? Salam aziz ustozlar, salam do'stlar. Men bo'lsam Birtaladan kelgan Mahir Farida. Farida, Xush kelibsiz. Yaxshi kelibsiz. Rahmat. To'g'ri o'rilish bo'pti. Ha. Navbatdan o'sha oqchiroq gap qilsin. Xudo bo'yicha men qilay. Farida, o'zingiz nima ish qilasiz? Bir tafsiliy deb turgan. Nima ish qilasiz degandek. Men o'zim yasli o'qituvchisidim hozir. Farzand tarbiyalash uchun ko'proq hamroh bo'lish uchun dadasining xizmat aldirash bo'lganlikdan uyda hozir. Jibo ashqash. Jibo qilib, ha. Jiboda naqshlarimni aytqash. Umi ang yaxshi kasb. Bal tarbiyalashdagi yaxshi kasb ama. Men nima ish o'rlaman degan vaqtda men Leylugul degan naqsha biz sana shu yerda o'qiydigan vaqtda o'qish bitirgan vaqtda beradigan naqsha bu. İmtihan deydi. İmtihan deytimiz. Aş Leylugulni aytib, Yaruni aytib imtihan beramiz. Shu naqshni yaxshi aytib olsak, anan keyindan ma'lumimiz, nomerimizni qo'yib, bizniki biyejingimizga alayli taqshirgan naqsha. Leyluguldan boshqa naqshni aytgan bo'lsa, balki men o'rmasligim mumkin edi. Shunga shu naqshning o'rimiz uchun, anan keyindan o'zining purqida yaxshi aytganlik uchun o'rildim. Endi yana bir bosqich borda. Bizning ayada 10 bola var. 10 boladan siz birini tanlab, shular bilan musobaqa o'tishsiz. Taylingiz bo'lib, ash bosqichda o'tib qolsangiz, bizning Kamal guruhiga boshchilarni kiritasiz degan gap. Aldin eskert. Aldin eskertish.
Bugungi naqsha aytish ifodingiz alayda yaxshi bo'ldi. Shaxsan men qayil bo'lganligim uchun sizga o'rindiq aylantirdim. Men ham shunday o'rilgan batdi sizga. Endi o'rlay deb tursam, xo'ja o'rilganda yigit deblam. Xo'sh bo'ldik qanday? Xo'sh bo'ldik. Chunki qilib qolmaskan deymiz-ku. Meninkimi to'shib ketdi. Hammamiz işte. Hammamizning bir shu hissiyat deyman. Qolgan ustozlar vakolatdan bularning hissiyatini tanlab etdim. Unda bo'lsa, bizning ash Kamal guruhimizda bizning tanlab bo'lgan 10 nafar mayirimiz bor. O'zingiz qarab, o'zingiz ko'zingiz yetgan, o'zingizdan pikilish oladigan eng kuchli mayirdan birini tanlab olsangiz bo'ladi. Semizni tanlamsiz, urug'ni tanlamsiz. Eng oxirida o'tganimiz do'stimizni tanlaychi. Unda bo'lsa, Vüsal nomi degan naqshni unda pesin. Bo'lmag'in mendin bizar ketsam kilarga yo'lmi yo'q, ketsam kilarga yo'lmi yo'q. Tamirib bag'rimda kakkuk sayrash qibrat yetmedi, sayrash qibrat yetmedi. Әмсе, мен халық нақшылардан диққан балсы деген нақшының бір білгіні айтып берей. Сені дейма, вай, сені көмей үләмен ма? Сені дейма, вай, сені көмей үләмен ма? Seni gömey ülep kese vay, muradımga yetemem vay bana. Yatta. Hoşuna olsa, hoca Ustozlarımı anladı, mayırlarımı anladı. Hem de bugünkü basqıç asasen piki basqıç bulap mağadı şundağı o. Ama yok hem de ikisinin birisini ep kalımız. Belki yılı birdemdeki bizden baladım nurgun balalar çıkıp yetiş mümkün. Envercan deme yana davamlıq terbiyeli olsam buldum. Benim işxanamda 360 gün var. Peride belki biz bilen ya 2 ay ya 3 ay. Belki musabık tüküçe buluşum mümkün. Şuna Envercan'a bizde terbiyeleniş pürüstecek. Şuna Envercan inim yol koydu bir kıtıma. Mübarek olsun Feride. Resmi mahir oldunuz. Verip aldırsanız buldu. Gani merhamet. İpek yolu sadasin, söygünü yok şigrasin, hoş havazla seydasin. İpek yolu sadasin, İpek yolu Hoş Envercan. Sizden yan fırsatınız var. Yine başka 4 ustazga 5 saat vaqt verildi. 5 saatın içinde yine tallaş hukuk buldu. Onda kalsa tedbir sanak başlandı. 5 4 3 2 1 Nəhayət əfsusnarlıqı. Bu fürsətni qo'ldan ketib qolgan bilan, lekin bizning Ipak yo'li sadasi programmamizning yo'li sizga har vaqt ochiq. Qani unda qolsa o'zingizning ko'ngil so'zlarini bir ustozlarga da'vogan bo'lsangiz, qani marhamat. Shu Ipak yo'li sadasi programmasi orqali meni kichigimdan beri cho'ng qilgan ota-onamga, uningdan keyin barcha urug' tuqqanlarimga, uningdan keyin meni davomli mush kasbda tarbiyalab, davomli madad berayotgan ustozlarimga hamda ustozim Faradxoniga ko'pdan-ko'p tashakkurlarni aytaman. Sizlarga rahmat. Rahmat, sizga rahmat. Bundan keyingi ishlaringizning to'liq to'liq bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Qani, ustozlar bilan ko'rsangiz bo'ldi. Marhamat. Miras ochiqlari o'zgacha esil tam, materiali alayda tayyorlangan. Ochiq ichida huzur ichida lazzat. Har tishlaganda ochiq tamning lazzati ham sajgungizni o'taldirdi. Ham sajgungizdan larziga soladigan lazzati cheksiz miras ochiqlari. Tanlangan ziroat, toza burchaqlar, quvvat yemish, shifoliq retsept bilan tayyorlangan. Saharda bir qacha ruhli bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala. Miras, qora kunjut, qizil burchaq va jag'day qo'noq umashlari. Mana bosna be. Atıştırdı. Seni gülge
sen. Leylini güzel dedim, Leven dedim. Leyli'din mi sen güzel? Ben gitmez ünlürüm, köylürüm. Sen için etsem gazel. Ben gitmez ünlürüm, vay köylürüm. Sen için etsem gazel. Seni gölge okşudan buldum ezel. Her ise kalbi kışıp oynayla. Sen usul pervanse. Seni gölge okşudan buldum ezel. Her ise kalbi kışıp oynayla. Sen usul pervanse. Çan çıkırıp, dan çıkırıp. Sen usuldan naz bilen. İkimizin kalbi bir, bağrı bir. Elin gözü saz bilen. İkimizin kalbi bir, vay köngli bir. Elin gözü saz bilen. Seni gölge okşudan buldum ezel. Her eser kalbi kışıp oynayla. Sen usul pervanse. Seni gölge okşudan buldum ezel. Her ise kalbi kışıp oynayla. Sen usul pervanse. Teyze. Samasasam terlisem, çögülüsem. Tuyulmusun uyundek. Yürek ki yüreksen, yüreksen. Aylınıma kuyundek. Yürek ki yüreksen, yüreksen. Aylınıma kuyundek. Seni gülge okşudan buldum ezel. Her ise kalbi kışıp oynayla. Sen usul pervanse. Seni gülge okşudan buldum ezel. Her ise kalbi kışıp oynayla. Biz usul pervanse. Biz usul pervanse. Cəsur yigitlərinin oldun tanlışı bulub kelayotgan Şinjan Kamal Xalqara Sol çerkti Kamal kiyim-kechakları mayırlarga omad tilaydi. Ay bugungi to'yimning kiyim kiyishni o'ylashdingiz? Bugün kiyishingni teza bilamedim Cuma. Qarsam ila Kamal markasiga kestollarning yangi nusxalari chiqibdi. Shunday yarishimliqga. Bo'lmasa ashnadan bir shukur akilaylimi? Mayli, shunda qilaylik bo'lmasa. Hamma qilmaymansa. Salam. Qalb törimizden o'rnagan aziz 5 ustozlar. Shundaqla ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Men Ro'za Azizdan hammalarga sig'inib, egilib salomlar bo'lsin. Qarshi olamiz. Shu necha kun sizlarni bek jafo chekdi deb mayirlarga bir ilhom bo'lsin deb mush naqshamga keldim. Bu naqshamning ismi Usul Pervanesi. Şiiri, köy şiirini ustozimiz Muxtar Bug'ra efendim yozgan. Ahangni mana Hojimat Qurboy inim o'zi ishlagandi. Men o'zim aytdim. Sanma. Şükünnoz nimda kelmeye gelsek muş naqshini tayyorlik bilan bir olib so'rab kelib qo'ymadan shuni tayyorlik bilan bo'lib ekan sizlar. Men shu mush bitmay. Mushlar oldinlar ekilalamdim deb. Endi mashina
bu Roz'ның usulluk naqşlarını işqib, açqalıq ahanglarını bir xil özünün yerlik şevside bir avazının bir yerleri şunda teteydi mağa. Toydum oynamaptı keme bunculuk usulunu. Ahlayli degen naqşısını şunu amraqtım şu usulluk naqşlarını her qitim alsam usul oynağım kep kütüdü. Aslında G'o'jining ijodiyatlar ekanda, bizning G'o'ji ustasi. Yaqindan G'o'jimiz usulluk naqshilda dağınçı kırıt bardı icad edilmiş. Ma usulluk naqshini behtiraylik. Men usul oynab çağınç kırıt barım dememiz. Çünkü Muhtar Buğra ustaz mağa usulga en uçurgan tekstlerini mağa berip atıcı. Ya, iş qilib bunun paydasıymış Roz görüyotam degil deyman. Ras. Anlık icrasını hemimiz Roz'u berip atıdı o da. Berip atıdı hem de bunun da vapa kilam gelmem ki onu. Rahmet adaş, hoş gelipsen. Roz'ularımız hem de devam Rahmet Rozi. Avazınızga datpamısın? Hemmeňlarga şunday hoşallyk, hatyjamlar ýar bolsun. Ma keyin qalgan ma maýyrlarga dawamlyk ilham bolsun. Yaxşı, naşanlaryň urulap, şu 5 ustan dawamlyk öýrüýüşiňler üçin dilim ümit kılmak. Sana yaxşı bolsun. Salamet bol, rahmet. Men bir aşıqman. San'atning aşıqıman. Ögünüşdin ögütüşkice. Ögengüçüdün yetekçi boluşkice kalbim aşıqlıqdan, qadimim izchillikdan yenip bakmadı. Bu yükseliş jarayonida arzuimning kamal tapıdığını işendim. Çünkü men kamalni özümge hamroh qildim. Kamaldan ham ishonch topdim. Kamal kiyimleri yigitlik tadqiqomatingizni namoyon qilib, mendek har bir arzu egisini kamaliga yetkazadi. Növətki mayır yo arçisen 1273. Salam görürmənlər, salam hörmətli baxalğıç ustazlar. Həmmanlarga mən Südün Qorğasından kelgan Zahir Tayırın otluq salam, ali ihtiram. Mening bu qitim İpek yoluga kelişdiki maqsadim bolsa, üzəmdəki arzuçılıqlarni to'liqlab, ustazlığın yaxshi bahosiga erish uchun keldim. Men ko'zim bilan gulga qarab Ilkim yo'q o'tmadi goldan sharab Ilkim yo'q o'tmadi goldan sharab Ayg'may tutsam yenimga keldi ay Yandı sayem kalmadım yalğız sıra Ayg'may tutsam yenimga keldi ay Yandı sayem kalmadım yalğız sıra Belkin ayının levi meydanları Koymadı sayem muhalını sorar İkisi hemrah desem çağılıp işken Ötkidek ömrüm bakarsız bek harap Hemrah desem çağılıp işken Ötkidek ömrüm bakarsız bek harap Nakşa etsem tulğunar asmandı ay Çekdim sulğun
sulğusavyen ıstırap Nakşa itsam tulğunar asmandı ağır Çekidip sulğusavyen ıstırap Saklı vaxtıda sır dişip yürgen bilen Mest bolup kalsak giderkenmiz taraf Sak vaxtıda sır dişip yürgen bilen Mest bolup kalsak giderkenmiz taraf Bəxt üçün asmanğa çıxsam bulğudək Tartıqca tənha yürüb bunca azab Tartıqca tənha yürüb bunca azab A'la sifatlik un maylari bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat sherikati mahirlarga omad tilaydi. O'xshash ishga turibdi-ku. O'xshashgina nima Başbarmaqning yong'oqmay ekan ma'vo sizning shumi ya? Mening shunga o'xshatdi, ishini bir ichib baqayli, o'xshashmi emasmi? Men bir achay buni ustini. Mushuke. Ha, mushu, mening mushu. Bu Başbarmaqning yong'oqmay nayt yaxshi chiqdi-ku, shuni o'yitkilam kunab qoldi buningga. Ishkilimiz uyga borib o'yitkilimga xo'sh qilib o'tmaylimi? Anamsi. Salam ustozlar. Men Sudon qo'rg'asidan kelgan Zahir Tayirdan hammanglarga o'tib salom. Yana tushdi. Zahir ekan qarasizmi? O'zing nima ish qilsa, shuni bir tafsiliy deb aytganimda. Men odatda shu kech klublarda ishlab, anjumuncha muzik ishlab u bu degandek shu ish bilan. Necha kirding? Bu yil 21 yosh kirdim. Wow. Hayır. Ovozi o'xshaydi, lekin siznikidek toza pishmabdi, lekin bu böyle yoshda. Kichikdan. Ha, biza tarbiyalayapsiz. Degan siz bardigan yerga siz bormay bu. Hozir tarbiyalayapsiz, demak tarbiyalayapsaq deb turayli. Gap qiladasiz. Men gap qilayman. Kichik bo'lsam-man. Inem. Avval Naqshanga rahmat. Komilga o'xshash 100% to'liq Mında etamagan bo'lsam, lekin 90% opading, ha? Shundami qan balla? Rasga qilib qilib. 21 yoshga kirgan bolaninki mushunchilik jur'at bilan chiqib sahnada hissiyatni mushunchilik to'ldirib naqshi etmiqi oson emas. Chunki bizmi bu sahnalarga tunji qatim chiqqan vaqtimizda 28 yosh vaqtimiz bizniki. Seninki g'ayritinga abrin Naqshanga rahmat. Rahmat ustoz. Isel Bekpeyzi. İsming Zahir ekan. Mening ismim Zahir qara. Qanday qaramanma? Ammo chiroyimiz. Sening tuniga Zahir shaqti-ku. Ha? Tuniga Zahir shaqti deydi. Ya mujrim keyin shunday qilamiz. Shunlashqa demak shu o'g'lim sen Sudondan kelsa qara. Mening opam Sudonda. Taraflarımızdan ortaklıkımız var. Başladan mı tanıştınız? Ya ben gap bırak jigishtirib Cih tarafda ortaklıkımız var. Bizningki Ramlidar rivoyat guruhimiz seni qizg'in qarshi oladi. Endi qolganini ketib bag'ash deyishib olamiz. Rahmat. Rahmat. Hozir 5 yilimiz o'yrildik-ku. Birinchidan men bakli o'xshayotganman, yengsaran vava Kamil meni aldım kelgan senchilik vaqtisi. Ya bunda senchilik vaqtini borgan biz shu idoraga. Shu senchilik vaqti. Hozir masalan 18 yosh. Kamilkanni deb kelgan bo'lishim mumkin. Ammo hozir asosan mazayirimiz dedi hozir 90% yetib bo'lsani. Endi almashtirib baqsang bo'ldi. Muhitni-chi. Masalan qaysimizni qilishi bo'lsa, muhitni almashtirib baqsang, endi Kamil bormi şeyda. Qag'in o'zing o'ylash. Mening gruppamda sizdek bir ovoz kam. Bu Mayirimiz Zahir bizning gruppamizga kirsa, bizning qilmoqchi bo'lgan ishlarimizga texmo bir esil bir asarni elib chiqishimga mening intayin ishonchim bor.
Hem de elbette sizin razılığınızı alğan ahval aslında. Meni bir savol so'ragim kelyapti-da bu yerda. Mana siz Kamilkamni tunimasdanmi burunmi mush ovozni naqsh aytamdingiz yoki Kamilkamni tunigandan keyin Kamilkamning naqshlarini mush ovozda aytamsiz? Burun müştahatta avazım. İşte bu qapti ekanmi? Ana kendim rasman shu Po'latkamning fikriga qo'shilaman. Sizda hozir ovoz bor ekan, balkim sizda burun o'zingizning bir ayrim yengso'si bor. Mana odamda biz bu yerda anglab turdik, Kamilkamning naqsi bo'lganligi uchun yana azroq zo'lab do'rashmi bachom yerda. U tabiiy ahvol. Zo'lab nima desangiz bir ma'lum bir naqshni aytib ovoz o'qishdim deb azroq bir do'rash bo'ldi. Odamdan chiqadigan tabiiy hissiyot. Shuning uchun ham sizni biz ma ovozdan boshqa yana bir uslubda tarbiyalab beqishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Arambe'yi deb baqamsiz ya. Onu biz keyin ketib qolgach o'zgartib olamiz. Rahmat ustozlar. Men tavsiya qilganlarga tashakkur. Ikkingiz gap qilay. Shunaqsini ijrosi bo'lganda ekan, mana. Siz gap qilsangiz jimjit o'kdimiz, u gap qilsangiz. Oldi bilan. Gap qilmang deb turasiz. Alaq o'zim eng yaxshi ko'radigan o'zimning ijodiyati bu. Men ijodiyat yo'liga, men ijodiyatchi emas, lekin ijodiyat havas qilg'ichiman. Men uyda o'tirib 1,5 minut ishlayotganmish tekstni qarab turib, ustoz Imin Ahmad tarjimasi bilan davlatimizning eng danglik shoirlaridan biri bo'lgan Libayna. Yaxshi asar. Ha, tekstiga. Şundan bu zahirni men 3 yılın aldıda görüştük mükemmel. 3 yılın aldıda süydüngü berip bu fikam bilan görüşüp kaldım. Ben bir uyan koyaş sebep bilen berip. Çıktı bu vakti 3 yılın aldıda 17 yaş 16 yaş. 18 yaş vakları. 17-18 şu vakti berip. Burun köygen de. Biz bilişimiz. Lekin bu musabaqa qatnaşdım degan gapni qilmadim mana. Rast gapma. Men keldim aka dedingmi demeding menga? Yuqori qarada men qatnashima degan bu. Qatnashay degandan desa men o'zim to'sqandim. Sen kichik fikam. Berip bir kadın sadece bir şalını götüp kazan sana daha cevap yapıp kalmasın. Sel çoğun ol deyişip akşı uyanıkla bağındaki bunu sahneye çıkıp ben mikrofonu tane tutup ikimiz şu aydan ben iştigen nakşını etkan. Yakından zannım bu şu cık doğruladı mı bu doyunla da hele yakışı bulan hem de. Hele koğululap menalık şaşınımdan ben hoş raktan dikkat duralım. Fikam manda klaslar değişmedik. Andım şıkışıl ötkendeki hazır karasam başka nakşılını mı bu hele üzerine uslubu elip kilip mağalaydığı alet kilip kala tecrübe toplatıp bu inim. Şu bugün şuna ataytın kepse sana rahmet eytimiz. Bilememizin grupsu tuşaklık hazır. Tuşaklık bolsun hem de fikir düşmezsen yani akan devamlı teyyamına mine yanımda bolsan bana ergeçmezsen sen mengü benim inim sen. Mengü ona biz o değişip olan gaplar bu. Doğrusu. Mengü sen benim inim bu. Platakamdan aşık sana bak. Şu hem de sen hem de devamlı ben bile ergeçmezsen desen ona akan teyya. Hem de zahir akan digendek, Polat akan digendek, Hoca akan digendek. Muhit almashtırıp bakaman desen ama bu yerdelik acayip min tollumudun cuma daydıgan biz ma yaş balla herkes biz ondaylık köngül ağırık kılıdıgan. Şu devamlı o sen başka grupa kessen yak benim tusan biz öşmelleşidigan yak yaman niyet buldu şu sen devamlı ben bilen menge bilmağda inem sen benim kalbimdeki şu bu ihtiyar üzende muşun akşamdan bir şey senin iç çıkarlıkından intayın kursam ben. Rahmet sana. Sen etkileme. Özden uylığınız var. Aldı bilen beni arkamdan qo'llab kelayotgan ota-onamga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Misal. Menimki oxirgi qarorim bo'lsa Zahir Şah ustoz. İpek yolu sadası, suygunun yok şigrası, hoş havazla seydası, İpek yolu sadası. Aş kızın tallay. Elşat üstünde adam böyle. Ha, teşekkür ederiz. Rızvan Gül. Nasıl nakşamıgan modern xanni. Etay. Etay, korkma ya. Yarım bileni kiyemez. Can cinem, acinem ey ayarey. Bir meliyedi çoğun bolğan can cinim ey modern xan. Endi men
Mahmud Sulayman ustozniki Yulduzum degan naqsini aytib baqay. Faqat qoldi shirin xotira sen yorimni suygan chig'imda chiroyli bir xunchini uzdim purdim baxit kulgan yoshlik chig'imda qoshlaringni oydaymi gulim ko'zlaringni tongdiki chulpan bo'ldi. Аңа талышыңыз. Meningcha, müşahede o'tlagan, japa chekayotgan ustozlar bo'lsin, müşahede xizmat qilayotgan orqa sapdagi birodarlar bo'lsin. Hammalarga men demisammi, hozirgi PKning natijasi sizlarga aydın bo'lib bo'ldi-ku deyman. Shunlashqa men shu sizlarningki ko'nglinglardagi qarorni o'zimningki azroq his qilganim bo'yicha e'lon qilib bersam, men vaqtincha Rizvonguldan kechirim so'rayman, lekin Rizvongul, siz bizningki guruhga tanlandingizmi? Siz agar sizlam xohlasangiz, biz qachonda bo'lsin siz men sizdan cho'ng bo'lsam aka desangiz, kichik bo'lsam ukam desangiz, qo'limizdan kelishicha mush kasbdilam siz bilan qo'limizdan kelishicha siz uchun xizmatda bo'lishga men tayyor. Rahmat aka. Muborak bo'lsin Zoir. Siz Ramlidar rivoyat guruhining muhim a'zosi bo'ldingiz. Ustozlar bilan ko'rishayotgan keyin berib o'tasiz. Xush ovozlar saydasi, ipak yo'li sadasi, ipak yo'li sadasi, suyguning yo'q chegarasi, xush ovozlar. Rizvongul, mayislamang, lekin sizga yana fursat bor. Yana o'xshashlar. 4 ustozga 5 sekund vaqt berildi. Mayliqni bilgan ustozlarning guruhiga kirsangiz bo'ldi. Ta'tir sinoq boshlandi. 5 4 3 2 1 Nayt absiz Rizvongul. Mushu 5 sekund vaqt nayt uzun bilindi-ku deyman. Lekin sizning bundan keyingi san'at g'oyatingiz nurg'ulg'an bosqichlarni besib o'tib, futuhlarga erishishingizdan chin dilimizdan umid qilamiz. Yipek yo'l sadasi programmamizning sahnasi hamda ishki sizga menga o'chib. Biz sahnaga chiqib olganimning o'zimi bir men uchun bir sharaf deb his qilaman. Chunki bu Yipek yo'l sadasi davomlashgani mana bu 7-qaror bo'ldi. O'zim shunchalik hayajonda Mahmud Sulayman ustozningki shogirdi, akamningki Allohga bir kun bo'lsin hisobda o'quvchisi bo'lganimga shunchalik xushalman. Siz mangu bizning guruhning odami. Mangu. Rahmat. Rahmat. Güzel arzu hareketke aylanganda hamma kishi baş parmağını çıkarıdı. Hareketki kelip güzel menzilge yüzlengen Şinjan baş parmak dehqonchilik mahsulotları etish mas'uliyat şirkati naqshiladi kuylangan yaxshilarning baxt belgisi. Baş parmak estin çıkarmaz yarni çoğmana. Növbetide sahneye çıkıdığan mayırımız bolsa 2578 numaralık mayır. Hoş geldiniz Subat, mübarek bo'lsin. Tayyorliklar puxtimi Subat? Qiqaslan. Ey, yaxshi. Bunu da əmsə tayyorliklaringizning puxta bo'lganidek, sahnadagi ifodangizning to'lim yaxshi bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Biz sizni arqa sahnada saqlaymiz. G'ayrat qiling. Rahmat. Yaxshimsizlar ko'pchilik. Mening ismim Subat Kerim bo'ldi. O'zim G'uljudan keldim. Hamda nima ishqim shu 7-qaror Yipek yo'li qatnashganim deb kelsak, hamda men kichikimdan Yipek yo'lini 1-qarordan boshlab hozirgacha qadar ko'rib kelyapman. Ham o'zimning qatnashadigan bir orzusi bor-di. Shuning shu orzu armonlarimga yetish uchun ham teximni yaxshi naqshlarni xalqimizga
ko'rsatish uchun shunga İpek Yolu sadosiga qatnashdim. Mesmutsuz bu kimler Asmansın astıca öter küller Geçenler gündüzler çarsızdınlar Yok sen yanımda yok sen Yakar yağmur mesmutsuz bu küller Asmansın astıca öter küller Geçenler gündüzler çaresizler Yok sen yanımda, yok sen yanımda Gerek bulsa gelip getkin bu candan geçey Harmanlarını birgep gitey Gerek bulsa gelip getkin varını biley Man gitey, man gitey Mesmutsuz bu güller Asmansımın astıca öter güller Geceler gündüzler çaresizler Yok sen yanında, yok sen yanında Gerek bulsa gelip ketkin bu candan geçey Hermallarını birgep gitey Bulsa yenip ketkin varını bir ay Man gitey, man gitey Nalan buldu, tamam buldu Kimlerge çalgan buldu Nalan buldu, tamam buldu Kimlerge kalgan buldu Muhabbet, muhabbet Muhabbet Devam buldu, tamam buldu Kimlerge şalgam buldu Devam buldu, tamam buldu Kimlerge kalgam buldu Muhabbet 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 Rayonumuzda güzellikni söygüçi hanım kızlarının aldın talışı bulup kelavatkan.
Ramnidar markasidagi ishonchli grim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishlatishga muyassar bo'lib kelayotgan Xinjiang Ramnidar xalqaro savdo cheksiz şirkati Mayırlarga omad tilaydi. Adaş yaxshimi? Yaxshi adaş. Yaqin yaqtiranda yaxshi o'yin ishlatsa. Men yaqin bu Ramnidar markasidagi bir yurish mahsulotlarni ishlatayotgandim. Ko'rib boqay. Buning ichida kirpik uzartishlarki, anondan keyin oqartish buyumi bor ekan. Oqartish buyumi bak, teriga bak yaxshi singadi ekan. Ishlatib ko'rib boqay. Ma'qul, rahmat. Men ishlatib ko'rib boqay. Ma'qul. Hörmətli ustazlar, mening ismim Subat Kerim bo'ldi. O'zim G'uljidan keldim. Voy, vaqtda G'uljidan keldim. Bulbeki tas qaldı, oyunu şu deysin. Suydundunmu ya? Sayra ketib qolmisin deb suydundunmu ya? Suydundunmu ya? Üzüm oyunu şu adı da bu eli qamaz. Üzüm nemiş qilsa dem kasb qila. Hozir o'zim uyda turibman. G'uljining o'zidimi? Ha, G'uljida. Fayzi, yalnızma. Yaxshi. Yo'da o'ynagan bolalar bu. Asqar kamning shogirdimi ki deb. Asqar bilan tanishamsa? Ha, Asqar kam bilan tanishman. Asqarning laqabini bilib qolsa? Baylan. Ona laqabini men qo'yib qo'ygan o. Shunga mening gapim anglab, ma tunji qitda men gap qilishim bo'lgan ekan. Undan bunga ham laqab qo'yma demoqchi qo'y. Sağ baylan deb qo'y. Chichim o'xshaydi ekan. Qara Asqar yaqin og'inam. Demakchi o'g'lim, masina 风格特别适合唱这首歌。Muşunda insan oldu ki bizden grupta yine işki orun badine peki kılıç etmeydi. Aşağı bir cimlamatta san buldu. Cuma? Rahmat. Ken degan gaplarda bu yerda lekindan keyin endi bundoq nazar solsangiz o'ng tarafingizga. Asosan sizga o'xshab ketadigan naqshchilar va ham sizni qatlab qo'yadigan naqshchilar bo'lishi mumkin. Ya yaxshi kelgan ganjota. Menikida qatlamaydigan bolalar chiqadi menikida. Menikiga qarab beqing. Siz bilan qatlaydigan bolalar bormi? Meni demoqchi bo'lganim sizning shu uslubingizni men intayin yaxshi tushunaman. Ham burunmi men rock uslubdagi naqshlarni aytmagan, asosan xalq naqshlarini agar o'zgartib aytib qolsam, to'liq rock uslubida aytman. Uning ustiga ikkinchi qarar Ipak yo'ldagi naqshimizni rock uslubida aytgan, shunday yaxshi tepgan dedi. Demoqchi o'g'lim, Asqar akam mening ustozim, bizmi yaxshi o'timiz. Ishlar deydi. Asqar akam bilan urushib qolgan odam yo'q bu yerda. Lekin men sizga Shobayyan deb laqam qo'ymayman-da. Sizni Louxo yoki birmunda Burku degan laqamlarni qo'yib qo'yman. Shobayyan bo'lmaydi sizga. Men bor qo'ysam. Demakchi o'g'lim, bizning guruhimiz, bizning miras guruhimiz sizni qarshi oladi. Sizni men tushunman, meni siz tushunsiz degandek shunchalik rahat aralashib chiqishib qolamiz. Aralashib, xato tushunib qoldi. Menda sana mas keldigan bir soat bor. Bakın şoşumun dükkan buldu sen. Şoşumun dükkanı var mı da? Ya, xil kattı masat, isqimin olamı, xil öz küçünü körsətdi. Masat ne sen? Ustazlar. Masat taqağala apırıp yencan qıpet olayım. Ha, yencan qısanlar bulaverdi cuma, hemiz markalık saatte. Demekçi oğlum, bu saat ne sen özenge bisim qo'yaman, lekin ustazlar bisim qo'yapardi. Bu meninki, mushu sahnaga necha yosh kirding? 22. 22 yosh kirib, sen mushu holatda Muşu sahnaga kelib, muşu holatda o'rindiganliging uchun mening sana bo'lgan hurmatim, ko'nglim. Rahmat. Ma hurmatni cho'qiraman. Bu yaxshi qo'yman programma. Lekin demakchi o'g'lim, ma'lumlar tanlab bo'lib, yana yaxshi ko'rib turib, bergan bo'lsang, ma'lum ajoyib payz qildi deb qoldi. Tanlab turib, davosang ma'lum. Ko'ngil, men bunday o'ylamayman. Bisim qimidim deb turib. Ko'ngilning kayniga kir degan naqshlar bizda onda naqshlar. Sen qara. Inem. Adile'nin grupsi qara, mening grupmandalar sendek uslub naqshlaydigan adam yo'q. Bizning bog'da. Ma baq kirib qolsangiz bir o'xshash teraklikning arasida yurgandek jurasa degan ham, qarab baq. Bizning bog'da o'rik va, olma va, shapil va, sendek menda mazmu turgan qarg'ay yo'q. Shuni o'ylash. Obda o'ylash. O'g'ilchi gaping bormi? Bizning guruhga kirsin bu alayda chechingdekla faqirab turcho'lab chiqib tursa. Chunki seni uslubini naqshlaydigan adam yo'q bizning guruhda. Lekin bizning Kamal guruhiga kelsang, balkim baxting ichilib ketish mumkin. Anda soatning oltin nusini taqishing mumkin. Tirishib, o'zingga pul topqizib, o'zingdan pul qog'izim. Ha, o'g'am bola, menga yaxshi chiqdi, menga tanlazini bor. Hamda meni bilsa Subat. Chiqqanini bilishamsizlar? Meni to'lamsa
Ya seni kontrol sen tunamsın lan. Ya ben demek ki Oyun bana mesele. mana tonumuzni tanlanmay qolamiz-ku biz. Bu yerda o'quvchilar faqat ustozlarni tanlamay biz o'quvchilarni tanlamaymiz. O'quvchilar bizni tanlaydi-ku. Shunlashqa ba'zan o'quvchilar tonib ketishi bilib ketishi natayin. Shunlashqa shu sabab bilan so'rgan yerim meni tonamsa. Tona qanchasimi? Dadam bilan anamdan boshqa hech kim turmaydi. Ammo 22 yoshga kirib shu 20 necha yoshlik bolalar men sizlarga rasmiy qoyil bo'ldim juma shu 5 gruppadagi bu qatam shu Ipak yo'li programmasiga qatnashgan shu 20 necha yoshlik 10 necha yoshlik bolalar men sizlarga rasmiy men qoyil. Qani Ama biz rivoyat ko'ribmiz, seni qizg'in qarshi oladi, pikega tushsa, tushib qolsang, sen tanlayman deyman sen. O'zingning yeshig'i Moskvaga kichikroq mayil qo'llab qilsang bo'ladi, ammo seni qizg'in qarshi olamiz. Rahmat. Mumkin bo'lsa Zoir akamning guruhiga kirsang, shu mayni biz tanlab bergan bo'lsa, Zoir akam sana ras qiziqamdi, yo'qmi, biz bir sinab boqqan bo'lsa. Anda foyda yo'q. Men Zoir Shoxustoz tanlay. Oh. İpek yolu sadası, söygünün yok şigrası, hoş havazla seyna. Qasınlı tanlar deb sen bo'lsan. Rapçilar. Әмсе Farxat Xoliq ustozning izladim degan naqshini sungan bo'lsam. Ko'nglimning arami yo'q. Kulay debmu kulolmayman. Kechida ay bo'lmasa sen xayolmu yürelmeymen. Keçide ay bulmasa sen xayolmu yürelmeymen. Stop. Bo'ldi. Isi. Men davomli shu Asqar Seyit ustozning Dilbar nomli naqshini o'rlab bergan bo'lsam. Kalbimning tarsi çekilgandi, sazımның tarsi. Sevindim seni dilber. Kalbimning tarsi üzülgandi, sazımның tarsi. Sevindim seni dilber. Sevindim. Stop. Dilber. Xo'sh, Zoirka. Subat, İlham, ikkisini birisini tanlab birsiz endi. Unda bo'lsa, sizning tanlashingiz? İlham birinchi maydonda naqshini angladinglar, manglar, ustozlar, saboqdoshlar. İlham haqiqiyligi hissiyotga balki garchi o'zi kichik bo'lsa-mu, hissiyotga pishgan yaxshi naqshchi. Subatmi garchi yeshi kichik bo'lsa-mu, yaxshi etdi naqshini. Ikkilisiga qoyil. Men mushu tanlash bo'lmay qolib qolsa, men bu ikki balonlar ham emas, müşahidiki bütün hamma bolalar hammanglarni men yig'ib olib soatda qatsam nima? Xohlagan usulda qo'limizdan kelishicha hammanglar bilan birga mang'im borchu meniki. Men bek yaxshi ko'raman sizlarni. Kasbimizni shunday yaxshi ko'raman. Mening tanlashim men İlhamda chang turaveray. İpek yolu sadası, söygünün yok şigrası, hoş havazla seynası. Subat, sana rahmet. Ama ko'nglingda sen belki meni
xil yomon emas bilishing mumkin. Azroq bo'lsin-chi? Hozirgi mavo ish seniki keyingi yo'langa hargiz to'sqinlik bo'lib qolmasin inim. Bugundan boshlab sen mening odamim. Xotirjam bo'l. Sen mening odamim. Subat 7-ci qarar Hocun Yipek Ulsada sizning musobaqangiz mishada oyoqlashgan bilan, lekin sizning san'at hayotingizning hozir hammadan endi boshlang'usi. Qani unda qolsa, o'zingizning ko'ngil so'zini ustozlarga bir berilgan bo'lsangiz. Marhamat. Barcha ustozlarga ko'p rahmat aytaman. Yani shuna bilan birlikda mana meni berib ota-onamga, mana shu o'zimning ustozlarga, mana tarbiyalagan barcha hammasiga ko'p rahmat aytaman. Hamda mana Yipek 7-ci qarar Yipek Ulsadasiga chiqqanimdan shunda xush olaman. Yani shuna bilan hammalarga ko'p rahmat. Rahmat, sizga rahmat. Ustozlarga salom. Sog' bo'ling. Mında olsun. Bizninki programma gruppasidan sana bir dast gül ketdi hamsa. Rahmat. Subat degan gap, süpet degan gap, salabti ba degan gap-ku. Salabting baken, süpeting baken, ovozingning süpetimi baken. Şunlaşqa seni programma gruppasidan o'ylashib, Münevver Nakşi deb hozir bekitdik seni. Şunlaşqa sana çok nurg'un fursat bor. 8-ci qarar Yipek Ulsadasiga bevosita qatnashsang bo'ldi. Rahmat. Yeşil tortib berdik sana. Shu herkes neysen masiyatda yeşil chiqqan bir yerim naqshini ravrs o'qib olding, muborak bo'lsin. Ketmay bo'ldi. Rahmat. Jurasini og'a chiqib ketaymi yo? Mana men bilan tushsan qo'rqmaysan. İnsan degan hamon nima? Biz ketlaymiz shunga g'anima. Birinchi darajalik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Hojun Sochek şirkati 20 ming yuan qiymatidagi pianino bilan mukofotlaydi. İkinci dereceye erişken Mayer'imizin olsa Xinjiang Miras şirkati 15 ming yuan qiymatidagi elektronlik qurilma bilan mukofotlaydi. 3. derecelik mukofotga erişken Mayer'ni Xinjiang Kamal Sochek şirkati 10 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan tartiqlaydi. 4. bo'lgan Mayer'in olsa Xinjiang Başparmak dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat şirkati 5 ming yuan qiymatidagi gitar bilan mukofotlaydi. 5. dereceye erişken Mayer'imizni Xinjiang Ramnidar Xalqaro Sochek şirkati 3 ming yuan qiymatidagi tutlar bilan mukofotlaydi. Kishiga nurg'un go'zallik mujassamlangan. U ba'zida sirliq, ba'zida nafs, ba'zida jalbkor bo'ladi. Go'zallikda yuksalish uchun nurg'un sinoqlarni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Men go'zallik yo'lida kaskinlik ham talabchanlikdan to'xtab qolmadim. Bu yo'limdagi hamrohim Ramlida. Yipek yolu sadası, söygünün yok çehresi. Kuş avazda seynası, Yipek yolu sadası. Yipek yolu sadası, söygünün yok çehresi. Kuş avazlar seynası, Yipek yolu sadası. Kadın ipek yolida jaranglaydı kongura. Kitap kengri dalaga, Küy nakşimiz bekira. Gümüş tağlar çok esi, Nur kaytıdı yürekke. Güç birdi nakşimiz tümelligen çiçekke. Kuş verdi nakşimiz tümelligen çiçekke. Yipek yolu sadası, söygünün yok çehresi. Hoş avazla seynası, Yipek yolu sadası. Yipek yolu sadası, söygünün yok çehresi. Hoş
havazlar saydası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Söygünün yok çigrası Nakşimiz Bekira Bir yürekten buna Küz açıdı seherde Bir yürekten buna Küz açıdı seherde Ul işidi toyga toy Bexitlep seferde İnsan düşer seferde Bəxti günlər səhərdə İnsan düşər